Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Muhojiratga Uyg'urlar orasida texnicha uchur yo'q temisidagi guvohlik berish harakati davomlashmoqda. Xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha tarbiyalash kursi Istanbulda ochildi. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston informatsion markazida birlik yig'ini ochildi. Erdo'g'an Jaloliddin Rumiy vafotining 746 yillik munosabati bilan telegramma tarqatdi. Tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. 3 dekabr günü Amerika Avam Palatasıda Uyğur Kişilik Hüquq Qanun layihəsi birgə qarşı 400 avaz bilan ma'qullıqdan ötgəndən keyin Xitay hökuməti arqa-arqadan narazılıq bayanatlarını elan qılıb Amerika qarşı umumyüzlik təşviqat hücumu başladı. 9 dekabr günü Xitay Dövlət Kabinetining Beijingdə ötküzgən axbarat elan qilish yig'inida atalmış Şinjan Uyğur Avtonom rayonining Qo'rchaq raisi Shuhrat Zakir kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarda tutib turilayotgan tutqunlarning atalmış o'qish bitirib uylariga qaytganligini, ammo yangi tarbiyalanuvchilarning bu lagerlarga davomli kirib chiqib turadiganligini bildirdi. Shuhrat Zakir so'zida navbat tarbiyalanuvchilarning hammasi o'qish bitirib bo'ldi. Ular hukumatning yordamida muqim ishga o'rinlashib, turmush saposi yuqori ko'tarilganligini, bu xil tarbiyalashning kishilarning shaxsiy orzusi asosida davomlashayotganligini, tarbiyalanuvchilar bu o'rinlarga erkin kirib chiqib turayotganligini bildirgan. Shuhrat Zakir bu so'zlarni qilgan vaqtda xalqaro taratqularda lager shohidlarining guvohlik so'zlari va kishilik huquq tashkilotlarining dokladlari orqa-orqadan e'lon qilindi. Ya'ni Xitoyning lagerlardagi nurg'un tutqunlarni qamoq hukm qilib, ularni turmalarga yo'tkaganligi, ko'p qism lager tutqunlarini lager yenidagi zavod fabrikalarga o'rlashtirib, ularni majburiy emgak selayotganligi oshkorlangan. Shunga Shuhrat Zakirning bu bayonoti xalqaroda jiddiy inkas qo'zg'agan. Xalqaro taratqularda muhojiratga Uyg'urlarning vatandagi urug' tuqqanlar bilan bemalol so'zlashish imkoniyatiga ega emasligi xabar qilinayotgan bir mezgilda Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilaridan Bahram Sintoshning tashabbusi bilan ijtimoiy taratqularda texnicha uchur yo'q harakat qanoti yaydirildi. Muhojiratga ko'plagan Uyg'urlar o'zlarining jazo lagerlari qamalgan urug' tuqqanlarning suratlarini ko'rsatib, ota-ona va urug' tuqqanlardan texnicha uchur yo'qligini bildirdi. Ular o'z oilasidagilarning texnicha lagerlarda ekanligini, hozirga kelguncha hech qanday uchur olmaganligini bayon qilib, Uyg'ur Avtonom rayonining raisi Shuhrat Zakirning bayonotiga savol qo'yib, Shuhrat Zakirning atalmış kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi lagerlarda tutib turilayotgan tutqunlarning o'qish bitirib uylariga qaytganligi haqidagi so'zlarining amaliyotda Xitoyning xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun ilib borgan yolg'onchilik harakati ekanligini bildirdi. Uyg'ur yoshlardan tayanch kuch yetishtirish maqsadida 14-15 dekabr kuni Uyg'ur Akademiyasi Istanbulda 1-navbatlik xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha 2 kunlik tarbiyalash kursi ochgan bo'lib, Turkiyaning har qaysi shaharlarida oliy maktablarda o'qiyotgan 14 nafar Uyg'ur yosh qatnashgan. Kursga Uyg'ur Akademiyasi ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon riyosatchilik qilgan. Uyg'ur Akademiyasi raisi professor doktor Olimjon Inoyat apandi ichilish nutqi so'zlab, kursning maqsad nishoni, oldingi qitimliq kurslarning o'quvchilardagi va jamiyatdagi ta'siri va mazkur kursning ahamiyatini tushuntirib, bundan keyin bu turdagi kurslarning texmi mo'l bir shaklda davomli o'rinlashtiriladiganligini, hozirgi vaziyatda Uyg'ur da'vosi yangi bir saviyaga ko'tarilganligi, Amerikada qonun loyihasi imzolanish oldida turayotganligi, bu qonun Uyg'urlarning haqli ekanligini, bundan keyin bizni hech kim terrorchi deb ayblamaydiganligini, burun terrorchi bo'lgan bo'lsa, hozir ishg'ol qilingan bir tuproqni o'zimizning mustaqilligimizni asliga keltirguchilar sifatida o'tirg'i chiqayotganligimizni, yoshlar bo'lsa kelgusi istiqbolimiz va qurilg'isi davlatimizning tayanch kuchlari ekanligini, ularni tarbiyalab tayyorlikni puxta qilish kerakligini bildirdi. Bu qitim kursning birinchi kundagi xalqaro vaziyat qismida Sharq Turkiston davosining yo'l boshchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Ayso apandi Yevropa Xitoy munosabatlari va xalqarodagi Uyg'ur masalasi temasida, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakili va Yaponiya Uyg'ur jamiyati raisi Ilhom Mahmud apandi Yaponiya Xitoy munosabati va Uyg'ur masalasi temasida ve Kolumbiya Universiteti tədqiqatçısı, Amerika Uyghur Akademiyası heyət əzası Dr. Mehmet Emin apandi Amerika Xitay münasibətləri və Uyghur məsələsi degan temada dərs sözlədi. Bu dərslər tor aloqa qurol bo'lgan Skype orqali naq maydondan sözləndi. Abdulhamid Qaraxon 2 kunlik xalqaro vaziyat va milliy kurash yo'llari bo'yicha tarbiyalash kursining nihoyat qizg'in kayfiyatda g'albalik oxirlashganligini, bu xil tarbiyalash kurslarining yana davomli ochildiganligini, konkret vaqtining pat arada e'lon qilindiganligini bildirdi. Mazkur kursda 14 nafar o't yurak Uyg'ur yosh xalqaro vaziyat va Uyg'ur masalasi ustida mulohaza yurgizdi. Shundaqla Hindi, Yahudi, Boshnoq va Kosovo qatorliq millatlarning milliy mustaqillik va kurash yo'llarini o'rgandi. Bu fidokor yoshlar kelgusi mustaqil vatanimizning qurilishida mazmut ul tashlardan bo'lib qolgusi. Germaniyaning Duisburg shahriga joylashgan Sharq Turkiston informatsion markazida birlik yig'in uyushtirildi. Yig'inga qatnashuvchilar Sharq Turkistonliklarga moddiy va ma'naviy jihatdan yaqindan yordamda bo'lganligini bildirdi.
Germaniyadagi Türk derneklerimi faoliyatlarda Sharq Turkiston masalalarini anglatish orqali Uyg'urlarga yordam berdiganligini aytdi. Sharq Turkiston informatsion markazi raisi Abjilil Qarqash butun dunyoni Sharq Turkistonga destek berishga chaqirdi. Germaniya BRTV kanalining ziyoratida so'z qilgan Abjilil Qarqash apandi Mas'ud O'zilning Sharq Turkistonga qarata e'lon qilgan bayonotining Uyg'urlarga zo'r ma'naviy kuch berganligini qayd qildi. Müslümanları Doğu Türkistanlılarının yürek sözünü ifade etti yani. Allah o kardeşimizden kat kat razı olsun. Doğu Türkistanlılar adına teşekkürlerini sunuyorum. Ya çok memnunuz. Allah razı olsun. Öyle sporcular, öyle sanatçılar, öyle ilim adamları çıksın. Doğu Türkistan için yardım edecek. Kardeşlerini unutmasın. Çin'in mezalimine karşı her fırsatta Doğu Türkistan'ın sesi olsun. Allah razı olsun onlardan. Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Mevlana Jaloliddin Rumiyning har biri hikmat bo'liqi o'rnidagi so'zlar bilan butkul insoniyatni asrlar bo'yicha nur bilan ta'minlaydigan bir mash'alni yoqqanligini eskartdi. Erdoğan Mevlana Jaloliddin Rumiy vafotining 746 yilligini xotirlash munosabati bilan tarqatgan telegrammasida buyuk mutafakkur So'pi Mevlana Jaloliddin Rumiyni seg'inish va hurmat ichida aslab Anadolu zaminlarida dunyoga kelgan hikmat va ilmlari butkul dunyoga tarqalgan. Dünya mavjudli bo'ladigan haq va haqiqat yo'lovchilariga rahbarlik qiladigan Mevlananing 746 yil o'tib ketgan bo'lishi qarmay, haqiqat ishqi va inson sevgisidagi samimiyati, fikrlari va asarlar bilan millionlarcha insonni o'ziga agashtirib kelganligini qayd qildi. Jaloliddin Rumiyning Xorasondan Bag'dodgacha, Makka Madinadan Shomgacha ziyorat qilgan barliq ilm irfon markazlaridan egilagan berikmisini Anadoluga elib kelganligini xotirlatib o'tgan Erdo'g'an, uning har biri hikmat bo'liq o'rnidagi so'zlari orqali butkul insoniyatni asrlar bo'yicha nur bilan ta'minlaydigan bir mash'alni yoqqanligini. Bugun oxirgi va abadiy vatan sifatida mustahkam tutib turayotgan bu zaminga dillarni fath qilib muhrning besilishida Mevlananing va uning bilan o'xshash buloqdan oziq olgan Yunus Amri, Hoji Bayromi Vali, Hoji Bektosh Valiga o'xshash ko'ngil sultonlarining buyuk mehnati, to'hfisi, iziborligini ta'kidlab, bizni muhabbat bilan bir-birimizga bog'lagan bu buyuk merosdan olgan kuchimiz orqali oldimizga chiqqan barliq qiyinchilik va to'siqlarni halqib, ko'ngil sultonimizning omonati bo'lgan sabr va ko'rash irodasi bilan bugundimi parlaq, xotirjam va tinchlik to'lgan atilarga inshaalloh hammamiz birlik yetimiz deganlarni bildirdi. Xabarlarimizni ko'rganinglarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.